Diqqat! O'zgidromet O'zbekiston fuqarolarini ogohlantirdi. O'zbekistonda aprel oyida kutilayotgan bir oylik ob-havo ma'lumoti e'lon qilindi. Barcha O'zbekiston fuqarolari tezda tayyor turing. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Eng so'nggi va dolzarb yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'lib, like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat qiling, aprel oyining birinchi 10 kunligida vaqti bilan qisqa muddatli yomg'ir yog'adi va momaqaldiroq kuzatiladi. Yog'ingarchilik mahalliy xususiyatga ega bo'lib, hamma joyda va har kuni ham kutilavermaydi. Masalan, Toshkent va Farg'ona vodiysi viloyatlarida 1 va 3 aprel kunlari yomg'ir kutilmoqda. Harorat, ya'ni oy davomida havo harorati sezilarli darajada o'zgarib turadi. Kechalari 7-17 daraja atrofida, kunduz kunlari 15-32 daraja atrofida bo'lishi kutilmoqda. Tog'li va tog'oldi hududlarda jadal qor yog'ishi davom etadi. Iqlimiy ma'lumotlarga ko'ra, oy oxirigacha qor faqat baland tog'li hududlardagina saqlanib turadi, deyiladi xabarda.